2025 Chevrolet Lacetti yangi zamonaviy ko'rinish, yaxshilangan qulaylik va kundalik hayot uchun juda mos amaliy xususiyatlar bilan qaytmoqda. Chevrolet ushbu avtomobilni arzon narx, ishonchlilik va chiroyli dizaynni birlashtirishni xohlaydigan haydovchilar uchun yaratdi. Old qismida yangi Lacetti o'tkir radiator panjarasi va zamonaviy LED faralari bilan sportiv hamda premium ko'rinishga ega. Kuzov chiziqlari yanada silliq va aerodinamik bo'lib, bu avtomobilning nafaqat chiroyli ko'rinishiga, balki yoqilg'i tejamkorligiga ham yordam beradi. Salon qismi avvalgi modellarga qaraganda ancha qulay va zamonaviy ko'rinadi. O'rindiqlar yumshoq va uzoq safarlar uchun juda qulay. Chevrolet katta sensorli multimedia ekranini qo'shgan bo'lib, u smartfon bilan ulanish imkoniyatini beradi. Haydovchilar navigatsiya, musiqa va qo'ng'iroqlardan oson foydalanishlari mumkin. Panel dizayni sodda va zamonaviy, ishlatilgan materiallar esa ushbu toifadagi avtomobil uchun ancha sifatli his qiladi. Kapoti ostida 2025 Chevrolet Lacetti samarali benzin dvigateli bilan taqdim etilishi kutilmoqda. Dvigatel shahar ichida silliq harakatlanishni va katta yo'llarda yetarli quvvatni ta'minlaydi. Chevrolet shovqin va tebranishlarni kamaytirishga ham e'tibor qaratgan. Bu esa haydashni yanada yoqimli qiladi. Osma tizimi notekis yo'llarda ham qulay yurishni ta'minlaydi va bu kundalik foydalanishda juda muhim. Xavfsizlik ham yangi Lacettida yaxshilangan. Avtomobil xavfsizlik yostiqchalari, ABS tormoz tizimi, orqa parkovka sensorlari, barqarorlik nazorati va yuqori komplektatsiyalarda orqa kamera bilan jihozlanadi. Ushbu funksiyalar haydovchiga yo'lda o'zini yanada ishonchli his qilishga yordam beradi. Chevrolet zamonaviy xavfsizlik texnologiyalarini hamyonbop narxda taklif qilishni maqsad qilgan. 2025 Lacettining yana bir kuchli tomoni uning amaliyligidir. Bagaj qismi sayohat yuklari, xarid sumkalari va kundalik buyumlar uchun yetarlicha katta. Orqa o'rindiqdagi yo'lovchilar uchun ham oyoq va boshchi,